Ey mamlakat tayanchi bo'lmish ilm talabgorlari, bilingki, men davlat ishlarining 9 ulushini, kengash va tadbir qolgan bir ulushini esa qilich bilan amalga oshirdim. Kengash va tadbirning asosi esa ilm va tafakkurdir. Mening vasiyatimni yodingizda tuting. 100 ming otliq askar qila olmagan ishni birgina to'g'ri tadbir va ilm sohibi bo'lgan kishi hal qilishi mumkin. Erib bituvchi boylikka emas, hech kim tortib ololmaydigan ma'rifat boyligiga intiling. Unutmang, yurt iqboli sizning aqlingiz va g'ayratingizga bog'liqdir.